danganiga o'taman. Qanaqadir bir rasmiy informatsiyalar bilan sizlarni boshinglarni qotirib o'tirgim kelmayapti. Aynan nima uchun kirildi, sabab nimaga chiqib ketildi. O'sha sabablarni hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Tak, исторический maksimumda bir donagina sham yorib ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, исторический maksimumni hayli yengiladi va aynan hayni yengilab ketgan bir donagina исторический sham bo'ladi. Shamni soyasi ham bo'lishi mumkin o'rtoqlar. U narsaga umuman e'tibor bermaymiz. Shamni soyasi ham bo'lishi mumkin. Bu narsaga e'tibor bermaymiz va bizga kerak bo'ladigan narsa Fibonacci instrumenti. Fibonacci instrumentini olamiz deb, aynan исторический maksimumni yorib ketgan shamni tanasidan signal beruvchi shamning minimum soyasigacha tortamiz. Ya'ni историческийda eng yordamchi zonada shakllangan bir donagina sham bor. U ham bayga signal bergan sham hisoblanadi. O'shaning minimum soyasigacha Fibonacci tortib kelamiz. Bu yerda asosiy kirish tochka bu bir zonasi. Asosiy kirish tochka bu bir zonasi hisoblanadi. Ikkinchi kirish tochkasi 0,5-0,618. 0,5-0,618 zonasi hisoblanadi. Va narx shu zonaga qaytib 0,5-0,618 zonaga retest berganidan keyin narx bizda garant take profit bu. Narx обязательно mana shu zonagacha kelmasdan zelkalar hech qachon yopilmaydi. Ya'ni 1,618 nuqta bizda garant take profit